Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. 1970 yildan 1965 yilgacha tug'ilgan fuqarolar. Ya'ni hozir pensiya olayotgan yoki pensiyaga yaqinlashgan ko'plab odamlar shu oyning o'zidayoq yangi tekshiruvga tushishi mumkin. Bu gap faqat bitta odamga emas, deyarli har bir oilaga tegishli. Ota-onamiz, bobo-buvilarimiz, qarindoshlarimiz yoki o'zimizga ham aloqador bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men kimlar xavotir olish kerak, kimlar bemalol bo'lishi mumkin, qanday hujjatlar kerak bo'ladi va xatoga yo'l qo'ymaslik uchun nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ortiqcha yugur-yugurdan, pensiya kechikishidan va asossiz qarzdorlikdan saqlanadi. Men avvalo masalaning ildizini tushuntiraman. Oldin pensiya tayinlanganidan keyin ko'pchilik odamlar shunday o'ylardi. Pensiyam chiqdi, endi hujjatlarim yopildi, boshqa hech kim tekshirmaydi. Amalda esa pensiya tizimida doimiy ravishda ma'lumotlar solishtirib boriladi. Faqat avvallari bu ish ko'proq qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomalari, ish staji daftarshalari, arxiv javoblari va fuqaroning o'zi olib kelgan hujjatlar orqali amalga oshirilardi. Shu sababli tekshiruv sekin yurardi. Xatolar ko'p yillab bilinmay qolardi. Ayrim hollarda odam o'zi ham pensiyasi qanday hisoblanganini aniq bilmasdi. Endi vaziyat o'zgardi. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygani sari pensiya bo'yicha eski ma'lumotlar ham qayta solishtirilmoqda. Masalan, pensiya tayinlashda ko'rsatilgan ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlar, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik holatlari, yashash manzili, tiriklik holati, chet elga chiqish muddati, bank hisob varaqlari va boshqa ma'lumotlar bir-biri bilan taqqoslanadi. Bu tekshiruvning maqsadi hammani jazolash emas. Asosiy maqsad pensiya to'g'ri tayinlanganmi, ortiqcha yoki kam to'lanmaganmi, hujjatlarda nomuvofiqlik yo'qmi, shuni aniqlash. Lekin men bu yerda muhim bir narsani aytaman. Tekshiruv degani darhol pensiya to'xtaydi degani emas. Ko'pincha tekshiruv faqat ma'lumotni aniqlashtirishdan iborat bo'ladi. Biroq ayrim fuqarolar hujjatlarni vaqtida topshirmasa, chaqiruvga javob bermasa, bank kartasi yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumotlarda muammo bo'lsa, pensiya vaqtincha ushlanib qolishi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Oldingi tartibda pensioner ko'pincha biror idoraga borib, ariza yozib, ma'lumotnoma olib kelishi kerak edi. Masalan, ish stajini tasdiqlash uchun zavod arxiviga, kolxoz ma'lumotnomasi uchun tuman arxiviga, familiya o'zgargan bo'lsa IXDGO bo'limiga borilardi. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazada ko'rinadi. Bu yaxshi tomoni shuki, odam kamroq hujjat yig'adi. Yomon tomoni esa shuki, eski qog'oz hujjatdagi ma'lumot bilan elektron bazadagi ma'lumot mos kelmasa, tizim savol tug'diradi. Masalan, bir pensionerning mehnat daftarchasida 1972 yildan 1914 yilgacha bir korxonada ishlagani yozilgan. Lekin elektron bazada shu korxona bo'yicha ma'lumot faqat 1975 yildan boshlab ko'rinadi. Bunday holatda tizim 1907-1905 yillar oralig'i qayerdan tasdiqlanadi degan savol beradi. Bu odam aybdor degani emas, lekin arxivdan yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatdan aniqlik kiritish kerak bo'ladi. Yana bir misol. Ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasining bir qismi qiz familiyasida, pensiya hujjatlari esa erining familiyasida yuritilgan. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjat bazada to'liq ko'rinmasa, tekshiruv paytida nomuvofiqlik chiqadi. Bu ham keng tarqalgan holat. Ayniqsa 1965 yillarda tug'ilgan ayollar orasida bunday vaziyatlar ko'p uchraydi. Men birinchi navbatda 1930-1965 yillarda tug'ilgan pensionerlarga e'tiborli bo'lishni tavsiya qilaman. Chunki bu avlodning katta qismi Sovet davrida ishlagan. Ko'pchiligining ish staji eski korxonalar, kolxozlar, tuman tashkilotlari, qurilish brigadalari yoki yopilib ketgan zavodlar bilan bog'liq. O'sha davrdagi ko'p hujjatlar hozir arxivda, ayrimlar yo'qolgan, ayrimlarda ism, familiya xato yozilgan, ayrimlarda tug'ilgan sana bir xil ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Masalan, 1940 yilda tug'ilgan erkak kishi 1938 yildan 1991 yilgacha kolxozda mexanizator bo'lib ishlagan. Pensiya tayinlanganda unga 38 yil staj hisoblangan. Endi tekshiruvda kolxoz arxivi bo'yicha 5 yilning dalili aniq chiqmasa,
pensiya jamg'armasi yoki mas'ul idora qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin. Agar odam hujjatni topsa, muammo hal bo'ladi. Agar topilmasa, o'sha davrni tasdiqlashning boshqa yo'llari ko'riladi. Arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi vedomosti, buyruq nusxasi, kasaba uyushmasi hujjatlari, sud orqali ish stajini tasdiqlash kabi yo'llar bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh pensiyasi imtiyozli shartlarda tayinlanganlar. Masalan, zararli mehnat sharoitida ishlaganlar, pedagoglar, tibbiyot xodimlari, yer osti ishlarida ishlaganlar yoki alohida ro'yxatlar bo'yicha erta pensiyaga chiqqanlar. Bu yerda oddiy stajdan tashqari aynan imtiyoz lavozim. İş joyi, ish sharoiti va ro'yxatga moslik tekshiriladi. Bir odam 25 yil maktabda ishlagan bo'lishi mumkin, lekin hujjatda o'qituvchi o'rniga tarbiyachi yordamchisi yoki laborant deb yozilgan bo'lsa, imtiyozli staj hisoblashda savol chiqadi. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi olayotganlar. Nogironlik guruhi muddatsiz belgilanganmi yoki qayta ko'rikdan o'tishi kerakmi? Tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari to'liqmi? Pensiya turi to'g'rimi? Bular tekshirilishi mumkin. Ayrim odamlar nogironlik guruhi muddati tugaganini bilmay qoladi yoki hujjatni yangilashni kechiktiradi. Natijada pensiya vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Men bunday holatda darhol tibbiy komissiya va pensiya bo'limi bilan bog'lanishni tavsiya qilaman. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda oila tarkibi, farzandning yoshi, o'qish holati, nikoh holati, boshqa daromad manbalari kabi ma'lumotlar ahamiyatli bo'ladi. Masalan, farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotgani uchun pensiya olayotgan bo'lsa, o'qishdan chetlatilgan yoki sirtqi ta'limga o'tgan bo'lsa, bu pensiyaga ta'sir qilishi mumkin. Men odamlarni asossiz qo'rqitishni xohlamayman. Agar sizning pensiyangiz oddiy yoshga doir pensiya bo'lsa, hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, bank kartangiz ahvol bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, sizdan qo'shimcha ma'lumot so'ralmagan bo'lsa, vahima qilish kerak emas. Tekshiruv ko'pincha ichki tartibda o'tadi va pensioner hatto buni sezmasligi ham mumkin. Masalan, 1960-yilda tug'ilgan ayol 2002-yilda pensiyaga chiqqan. Uning barcha ish staji elektron bazada bor. Familiya o'zgarishi hujjatlari tizimda ko'rinadi. Bank kartasi faol. Bunday odamdan qo'shimcha hujjat so'ralmasligi ham mumkin. Yoki 1925-yilda tug'ilgan erkak 2015-yilda pensiyaga chiqqan. Butun mehnat faoliyati bitta korxonada bo'lgan. Korxona hozir ham mavjud, ma'lumotlar tasdiqlangan. Bu holatda tekshiruv oddiy solishtirishdan iborat bo'ladi. Lekin menga hech narsa bo'lmaydi deb umuman beparvo bo'lish ham to'g'ri emas. Eng kamida pasport, ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, mehnat daftarchasi nusxasi va asosiy hujjatlar qayerda turganini bilib qo'yish kerak. Keksalar ko'pincha hujjatlarni sandiqda, eski papkada yoki farzandlardan birining uyida saqlaydi. Chaqiruv kelganda esa hujjat topilmay qoladi. Men shu sababli har bir oilada pensionerning hujjatlari alohida papkada tartibli saqlanishini maslahat beraman. Birinchi misolni olaylik. 1902-yilda tug'ilgan opa Utbi yil tikuv fabrikasida ishlagan. Pensiyaga chiqqanda uning ish staji to'liq hisoblangan. Keyin elektron tekshiruvda fabrikadagi 1903 yillar bo'yicha ma'lumotlar arxivda ko'rinmay qolgan. Opa vahimaga tushadi. Endi pensiyani olib qo'yishadimi? Yo'q, darhol olib qo'yilmaydi. Avval undan tasdiqlovchi hujjat so'raladi. U mehnat daftarchasini, eski ish haqi ma'lumotnomasini, mukofot buyrug'i nusxasini olib boradi. Shu asosda davr tasdiqlansa, pensiya o'zgarishsiz qoladi. Ikkinchi misol. 1904-yilda tug'ilgan otaxon bank kartasidan uzoq vaqt pul yechmagan. Chunki farzandi boshqa viloyatda turib kartani ishlatib kelgan. Tekshiruvda pensionerning tiriklik holati, yashash manzili yoki shaxsan tasdiqlanishi kerak bo'lib qoladi. Bunday holatda otaxonning o'zi yoki qonuniy vakili tegishli idoraga murojaat qilish kerak. Agar odam yotoqda bo'lsa, vakil orqali yoki uyga chiqib ko'rish tartibi bo'yicha masalani hal qilish mumkin. Asosiysi chaqiruvni e'tiborsiz qoldirmaslik. Uchinchi misol. 1965-yilda tug'ilgan erkak hali pensiyaga chiqmagan, lekin pensiyaga tayyorgarlik ko'ryapti. U 1990-yillarda bir necha xususiy korxonada ishlagan. O'sha korxonalarning biri yopilgan, ikkinchisida hujjatlar noto'g'ri yuritilgan. Agar u hozirdan stajini tekshirtirmasa, pensiya yoshiga yetganda bir necha oy yugurishi mumkin. Men bunday odamlarga oldindan mayt paqqaqa. Pensiya jamg'armasi bo'limi yoki arxiv orqali mehnat staji bo'yicha ma'lumotlarni tekshirtirishni tavsiya qilaman. 4-misol.
Ayol kishi 1978 yilda tug'ilgan, 3 farzandni tarbiyalagan. Bir necha yil bola parvarishi ta'tilida bo'lgan. Pensiya hisobida ayrim davrlar noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Bola parvarishi o'qish davri, harbiy xizmatdagi turmush o'rtog'i bilan bog'liq ko'chishlar yoki boshqa ijtimoiy davrlar har doim ham bir xil hisoblanavermaydi. Shuning uchun ayol kishilarda tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjati, familiya o'zgarishi, ishga kirish va bo'shash buyruqlari alohida ahamiyatga ega. Endi men eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik nuqta, hujjatda ism familiya bitta harf bilan farq qilsa ham, tizim buni boshqa odam deb ko'rishi mumkin. Masalan, Xolmatova va Xolmatova Gulchehra va Gulchehra Abdullayev va Abdullayev kabi farqlar katta muammo tug'dirishi mumkin. Bunday paytda FDYO ma'lumotnomasi, pasport bo'limi ma'lumoti yoki sud tartibida shaxsga tegishlilikni tasdiqlash talab qilinadi. Ikkinchi nozik nuqta, mehnat daftarchasidagi muhrlar, eski korxonalar muhrlari xira bo'lishi, yozuvlar o'chgan bo'lishi, lavozim aniq ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Agar yozuv qabul qilindi deb turib, qaysi lavozimga qabul qilingani yozilmagan bo'lsa, imtiyozli stajda muammo chiqadi. Oddiy stajda esa qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Uchinchi nozik nuqta, pensiya olayotgan odam chet elda uzoq muddat bo'lsa, chet elga chiqishning o'zi pensiya to'xtaydi degani emas, lekin yashash joyi, bank orqali olish tartibi, shaxsni tasdiqlash va ayrim pensiya turlari bo'yicha alohida talablar bo'lishi mumkin. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda yashayotgan bo'lsa, yaqinlari uning nomidan kartani ishlatib yurishi keyinchalik savol tug'dirishi mumkin. 4-nozik nuqta, ortiqcha to'lov. Ba'zan tekshiruvda pensiya bir necha oy yoki bir necha yil davomida ortiqcha to'langani aniqlanishi mumkin. Masalan, nogironlik guruhi muddati tugagan, lekin ma'lumot vaqtida yangilanmagan. Yoki o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'qishni tugatgan, lekin bu xabar qilinmagan. Bunday hollarda ortiqcha to'lovni qaytarish masalasi chiqadi. Men doim aytaman, holat o'zgarsa, masalan o'qish tugasa, nikoh tuzilsa, nogironlik guruhi o'zgarsa, yashash joyi o'zgarsa, buni tegishli idoraga vaqtida ma'lum qilish kerak. 5-nozik nuqta, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Tekshiruv bo'lyapti degan gap tarqalishi bilan ayrim nopok odamlar pensiyangizni saqlab beraman, tekshiruvdan o'tkazib beraman, hujjatni ichkaridan hal qilaman deb pul so'rashi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech kimga naqd pul bermang. Karta raqamingizni, SMS kodini, pasport nusxasini begona odamga yubormang. Rasmiy chaqiruv bo'lsa, faqat pensiya jamg'armasi, mahalla bank, tibbiy komissiya yoki tegishli davlat idorasi orqali aniqlashtiring. Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Pensionerning ID kartasi yoki pasporti, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, harbiy bilet bo'lsa harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa shu haqdagi hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, bank kartasi va arxiv ma'lumotnomalari bitta papkada tursin. Hujjatlarning nusxasini ham alohida saqlang. Ikkinchi qadam, ma'lumotlaringiz mosligini tekshiring. Pasportdagi ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, mehnat daftarchasi va pensiya hujjatlaridagi yozuvlar bilan bir xilmi, shuni ko'ring. Agar farq bo'lsa, oldindan aniqlashtiring. Bir harf-ku, muammo bo'lmaydi deb o'ylamang. Elektron tizimda bir harf ham ahamiyatli. Uchinchi qadam, chaqiruv yoki xabar kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Telefon orqali, SMS orqali, mahalla orqali yoki rasmiy idoradan xabar kelishi mumkin. Lekin har qanday xabarni ham tekshiring. Agar kimdir sizga qo'ng'iroq qilib pensiyangiz to'xtaydi, kodni ayting desa, bu rasmiy tartib emas. Rasmiy idora SMS kod so'rab pul o'tkazdirishni talab qilmaydi. Shubha bo'lsa, o'zingiz tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki rasmiy telefon raqamlari orqali so'rang. 4-qadam, ish stajingizda bo'shliq bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Ariza yozganda ish joyining eski nomini, taxminiy yillarni, lavozimni, tuman yoki shaharni aniq yozing. Masalan, 1976-1979 yillarda Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani falon korxonada tikuvchi bo'lib ishlaganman. Ish stajim va ish haqim bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman deb yoziladi. Qanchalik aniq yozsangiz, arxiv shunchalik tez topadi. 5-qadam, pensionerning o'zi bora olmasa, vakillik masalasini hal qiling. Keksalar orasida yotoqda yotganlar, yurish qiyin bo'lganlar,
eshitishi yoki ko'rishi zaiflashganlar bor. Bunday vaziyatda farzandlari oldindan qanday tartibda vakil bo'lish mumkinligini so'rab bilsin. Notarial ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda mas'ul xodimlarning joyiga chiqishi so'raladi. Muhimi, pensionerning o'zi qiynalib eshikma-eshik yurmasin. 6-qadam. Pensiya miqdori birdan o'zgarsa, sababini yozma so'rang. Agar pensiya kam tushsa, kechiksa yoki vaqtincha to'xtasa, faqat og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Tuman bo'limiga murojaat qilib, pensiya to'lovi nima sababdan kamaygan yoki to'xtagan. Yozma tushuntirish berishingizni so'rayman deb ariza qoldiring. Yozma javob bo'lsa, keyin shikoyat qilish, xatoni tuzatish yoki yuqori tashkilotga murojaat qilish osonroq bo'ladi. 7-qadam. Ortiqcha to'lov chiqsa, darhol vahima qilmang. Avval hisob-kitobni ko'ring. Qaysi oylar uchun, qaysi asos bilan, qancha summa ortiqcha deb topilganini aniqlang. Ba'zan xato idora ma'lumotida bo'lishi mumkin. Ba'zan fuqaro holatni vaqtida bildirmagan bo'lishi mumkin. Har ikki holatda ham hujjat bilan gapirish kerak. Agar rozi bo'lmasangiz, belgilangan tartibda e'tiroz bildirish huquqingiz bor. 8-qadam. Farzandlar va yaqinlar pensionerga yordam bersin. Men ko'p ko'rganman. Keksa odam idoraga boradi, gapni to'liq tushunmaydi. Qaysi hujjat so'ralganini eslab qolmaydi. Keyin qayta qatnaydi. Shuning uchun yaqinlari yonida bo'lsa, hujjatlarni tartibga solsa, ariza matnini yozishga yordam bersa, muammo tezroq hal bo'ladi. Bu yerda gap faqat pulda emas, odamning asabini, vaqtini va sog'lig'ini asrashda. Agar pensiya bo'yicha savol bo'lsa, birinchi navbatda yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar ish staji bo'yicha hujjat kerak bo'lsa, tegishli davlat arxiviga yoki korxona arxiviga murojaat qilinadi. Agar ism, familiya, tug'ilgan sana, nikoh yoki farzandlar bo'yicha hujjatda muammo bo'lsa, FHDYO bo'limiga boriladi. Agar bank kartasi ishlamayotgan bo'lsa yoki pensiya tushmayotgan bo'lsa, bankdan hisob holatini tekshirdirish kerak. Agar nogironlik guruhi bo'yicha masala bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi bilan bog'laniladi. Ariza yozganda oddiy va aniq yozing. Men falonchi, pasport ma'lumotlarim shunday. Pensiya hujjatlarim bo'yicha tekshiruvda falon davr yoki falon ma'lumot aniqlashtirilishi kerak. Shu masala bo'yicha yozma tushuntirish va zarur hujjatlar ro'yxatini berishingizni so'rayman desangiz yetarli. Har bir arizadan nusxa olib qoling, qabul qilingan sanasi va raqamini yozdiring. Bu keyinchalik juda kerak bo'ladi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Hujjat topshirayotganda asl nusxani qo'ldan chiqarib yubormang. Idora ko'pincha nusxa oladi, aslini ko'rib qaytaradi. Agar asl hujjatni qoldirish talab qilinsa, albatta qabul qilinganligi haqida tilxat yoki ro'yxat oling. Eski mehnat daftarcha, arxiv ma'lumotnomasi, nikoh guvohnomasi yo'qolsa, uni qayta tiklash ancha qiyin bo'ladi. Demak, 1970 yildan 1935 yilgacha tug'ilgan pensionerlar va pensiyaga yaqinlashgan fuqarolar uchun bu oyda ma'lumotlarni tekshirish, solishtirish va aniqlashtirish jarayoni juda muhim bo'lishi mumkin. Bu jarayon har doim ham pensiyani to'xtatish degani emas, lekin hujjatlarda xato, stajda bo'shliq, familiyada farq, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha yangilanmagan ma'lumot bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Men sizlarga tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l hujjatlarni tartiblang, rasmiy xabarlarga e'tibor bering, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Kerak bo'lsa yozma murojaat qiling va har bir masalani hujjat bilan hal qiling. Sizning oilangizda pensioner bormi? Hujjatlar tartibdami? Pensiya bo'yicha oldin muammo bo'lganmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Bu mavzu ko'pchilikka tegishli. Shuning uchun videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men keyingi videolarda ham pensiya, nafaqa, hujjat va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib beraman.